Bir adamlık spandlar şurada bir 10 xil bor. Ko'p odam so'raydi. Birma-bir kichik obzor qilib beraman. Soni bilan qo'yaman. Bu birinchi, bu ikkinchi, bu uchinchida sizga qaysi birisi ma'qul bo'lsa, shu sonni izoh ostidan qoldirsangizlar, biz sizga narxi bilan jo'natamiz. Bundaki ikki odamlik ham bor. Uni ham ko'rsataman. Esa biz boshladik. Birinchi modelimiz dizaynni o'zingiz e'tibor bering. Bunda keyin matras bo'lmaydi, o'zida masalka oladi, yumshoqqina. Keyin bu yeri ochiladi. Keyin barcha qo'yishingiz mumkin. Monoshi svet bo'ladi, ko'rganlaringizdek. Bunda ikkinchi modelimiz qora svet. Buni monoshi svet ham bor, buni ham teglari ochiladi. Bunda matrasi bo'ladi o'zini. Mana teglari ochilib barcha qo'yishingiz mumkin. Qora sveti, buni yana to'sh joyasini monoshi sveti bo'ladi. Bunda uchinchi modelimiz korishniy svet bo'ladi, 100% MDF bo'ladi. Buni dizaynni o'zingiz bir e'tibor bering, boshqacha. Ko'rishingiz mumkin. Buni tegib ochilmaydi lekin. Bunda yana shu monoshi sveti bor, to'sh. Dördüncü modelimiz, bunun dizayni boshqacharoq ko'rganlaringizdek. Keyin buni afzallik tarafi ikki dona tortmasi bo'ladi yon boshida, kerak bo'lsa qo'ysangiz bo'ladi. Beshinchi modelimizni ko'rishingiz mumkin. Buni dizayn oddiyroq ishlangan. Oddiyroq qo'yish kerak dizayn hisoblanadi. Buni ham ikki dona tortmasi bor yon boshida. Oltinchi modelimiz korishniy svet. Buni ham dizayni boshqacha ko'rganlaringizdek. Buni ham ikki dona tortmasi bor. 8-modelimiz ham dual spanli bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Dizayni boshqacharoq, monoshi svet. Her daim aytaman, siz xohlagan svetda, xohlagan dizaynda buyurtma orqali qilib beramiz.